Qadrdonlar, qadrli obunachilar, barchalarga xayrli kun. Bizda hozir kichikroq seximizdan sizlarga bitta chiroyli video qilamiz. Yoqqan bo'lsa, bitta laykni tirslatib turamiz. Do'stlar, assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Alaykum assalom. Sog'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana do'stim. Mana shu mebelniy sex mana bizda. Mana shu do'stim ochdi yangi. Xudo xolasa mana salmanroqdan ko'rinishini ko'rsatamiz. Hozircha shu yerda ish boshlab turishibdi. Nasib bo'lsa kattaroq joyga o'tiladi hali, do'stim. Xudo xolasa ish boshlanar ekan. Qishda chiqqan kichkina qisqaroq joy shu yerda qilib turibmiz. Yozgachlik orqali joylarimiz bor, xudo xolasa kengaytiramiz. Xudo xolasa. Sizlar qo'llab-quvvatlab, nima deydi? Yaxshi podishkada bo'lib tursizlar. Like bosib. Zakaz qilib tursanglar. Zakaz. Asosan zakaz. Like bosmasanglar ham zakaz qilib turinglar, mayli. Nimasi yo'q. Sizlarga nima asosan nima bu yerda ishlab chiqarilyapti, nima qilinyapti? Hozir bitta anaqa qilib beramiz, aytib o'tib ketamiz do'stlar. Do'stim, nima qilinadi endi bu yerda ko'proq? Bizda asosan korpusli mebellar ishlab chiqaramiz. Ya'ni yumshoq mebeldan tashqari. Yumshoq mebeldan tashqari, uyg'onishdan tashqari har qanaqa laminat aralashadigan ishlar. Mebel bo'lsin, u boshqa narsa bo'lsin. Masalan, dekoratsiya ishlari bo'lsa, shunaqa narsalar bo'lsa, hammasini qilaveramiz. Jumladan oshxona mebellari, yotoqxona mebellari, garderoblar, magazinlarda planirovka qilish, polka qilish, kafelari, kafe, fast food kafelari, asosan. Undan tashqari ofislar uchun ofis mebellar, hammasi yana o'quv joylari, masalan, xususiy maktablar, o'quv markazlari, shular uchun ham mana hozirgi tayyorlab qo'yganimiz, bu o'quv markaziga tayyorlaganimiz. Bitta oq nimada, orqasi qora partalarimiz, shunga o'xshash va shkaflar va boshqa narsalar hamma yo'lda xudo xolasa zakaz bo'yicha tayyorlaymiz. Yoki Telegramda katalogimizda nalichida borlari ham bor. Masalan, tayyorlarimiz nalichida bor, zakaz qilsanglar dastavkasi Andijon viloyati bo'yicha kelishilgan holda Marhamat tumani bo'lsa bepul dastavkamiz bor. Vodiyga ham kelishib, endi asosan O'zbekiston bo'yicha ham agar kolичествоsi ko'p bo'ladigan bo'lsa, narxidan ham tushib, dastavkasini ham kelishtirib beramiz. Ko'proq zakaz qilsa-da, to'g'rimi? Ko'proq zakaz qilsa. Endi asosan bizda hozir vodiyda, endi bu ishimiz ko'proq vodiyda. Endi Toshkent tomonlar juda uzoq. U tomonda ham yetarlicha mebelchilar bor. Yo'qda ham bor. Endi bizning asosiy nimamiz vodiy, Marhamat, Andijon. Asosiysi shu. Shunday. Do'stim, bular zakazga qarab yo narxini ham aytib o'tib ketsak bo'ladi? Narxini aytib ketsak bo'ladi. Bo'laveradi, narxini. Mana shu partamizni bu yog'i 120 sm bo'ladi. Standart bu tomoni 60 sm bo'ladi. Balandligi 76 sm bo'ladi. Va bitta tubichkasi bo'ladi. Tubichkalarning hammasi yaxshi oshmoqchiga qo'yilgan, o'zi tortib ketadigan. Tortmasi. Tortmalariga ham yaxshi mexanizmlar qo'yganmiz. Laminatlar hammasi rossiyskiy, chizilmaydigan yaxshi laminatlardan. Kromkalarimizni hammasi ag'arasta qilingan, uchun emas. Mana shu holati turishi 600 ming so'm donaga, optimga yozsanglar, pastki nomerlarga yozsanglar, xudo xolasa kelishib chiqarib beramiz. Arzonroq chiqadi, optimga. Bu orqadagi modelimiz buncha kattaroq ko'rinyapti. Balandroq qilingani. Bu zakazga qilingan, shuning uchun shunday balandroq bo'lgan. Aynan bu modelimiz faqat shu parta va bir dona tunuchkasi bor xolos. Bunimiz 450 ming so'mga donaga, optimga bo'lsa kelishilgan narsa. Undan ham arzonroq bo'ladi. 450 ming yaxshi. Uyga, masalan, bolalariga, qizlariga ham olsa bo'laverar ekan. Shu bitta akamiz farzandiga, o'zim farzandim bo'ldirgan, maktabda o'qiydigan o'quvchisi, faqat bo'ylarini balandroqligi uchun, balandroq qilib bermaslik uchun o'ziga balandroq berganmiz. Nimasi-chi, stuli? Stuli, xo'p, stullari asosan biz laminatda ishlaganimizga, laminatdan qilinadigan variant stullarimiz bor, o'shalardan bo'lsa yasab beraveramiz. Agar masalan boshqacha variantdagi stullar bo'lsa, uni ham katalogimizga qo'shib qo'yganmiz. O'zimiz boshqa yetkazib beruvchidan olib qo'shib beraman. Komplekt qilib shunda. Masalan, temir deyishi mumkin, baquvvatroq bo'lsin deb tushunarli.
Yana mana bu yerda bir boshqa nimalarni ham ko'ryapman. Yana undan tashqari mana kafelar deganingiz Ha. Ha, mana. bu yerda hozir marhamatimizda mashhur Benito kafesiga nimamiz tayyor bo'lyapti. Bu yerda masalan o'yib yozilgan kafe siz uchun atalgan. Va undan tashqari bu yerda ikkita masalan ariya deb ataymiz buni. Bu ham shu dekorativniy ishlarimizga kiradi, o'sha kafe uchun. Ha. Undan tashqari mana yerda yana bitta Ha, masalan mana bu- musulni yoki kafelarga ko'p tanish va kerakli bo'ladiganlar. qulay juda ham. Qulay. Musulni tashlaysiz. Eshigi o'zi yopiq turadi, akkuratli turadi. Undan tashqari musul olish uchun oshda qiyinchilik bo'lmaydi. G'ildiraklar ham bor. G'ildiraklari bor. Musul olinadi, yangi salafan qo'yiladi. Yana yopib qo'yiladi. Yengil ish xudo xolasa. Ko'rinmaydi ham ekanda, ichi. Masalan, patika qo'yadiganimiz. Ha, mana u, mana. Shunaqa narsalar bor. Bularni ham razmerlarga qarab narxlarni tekshirib beramiz. Bu ham bitta tortmali bo'ladi. İçi ochilganda 1, 2, 3, 4 etajli bo'ladi. Ha, 4 etaj. Razmerimi? Aynan buni razmeri 1 metrga 35 santimetr bo'ladi. Bemalol har qanday kiyim ham soat ketadi. Shuni buni oynaklisi ham bo'ladimi bu? Masalan, orqa tomonga, ha, oynak. Biz Bu ham bor. asosan o'zi zakazga ish qilganimiz uchun, sizlar talab qilgan hamma narsani qilib berishimiz mumkin. Ha, aytgandi, ya. Menga shu narsa kerak deb yo o'zingizlar rasmini tashlab yoki tushuntirib bersanglar, qilmoqchi bo'lgan narsalar. Biz sizlarga tayyor rasmini chiqarib, xudo xolasa xizmatlarni sizlarning ko'ngilinglar xohlagandek qilib berishga harakat qilamiz. Keyin do'stim hali bolalari ko'pga masalan 2 etajli karavotlar ham qilinadi, Ikki do'stim. etajli karavotlarni xudo xolasa Telegram nomeri kanalida xilidan bor. Katalogimizda har xilidan joylab qo'yganmiz. O'sha yerdan ko'rib bemalol zakaz qilishinglar. Ha, o'tib bir ko'rsa, xudo xolasa. Lekin aytsanglar, hisoblab narxlarni chiqarib berishimiz bizda bepul. Bemalol tortinmasdan yozaverasizlar. Hisoblab primerni narxini biz chiqarib aytamiz. Qulay bo'ladi, ha? Qulaylik uchun. Tushunarli. Do'stlar, bu yerda mana bu divanni ham bitta ko'rib o'tib ketaylik. Bu yerda tayyor divanimiz bor ekan. Bir kishilik, ha? Bir kishilik divanimiz mana. Asosan biz zakaz qilganimiz uchun buni bozorga bitta yasab ko'rdik. Xudo xolasa, endi bundan buyog'iga zakazga ham xuddi mashina qo'yamiz. Buni ham mana ochiladigan bo'ladi. Tagi ochiladi. Tagiga bemalol qo'yiladigan bo'ladi. Bular mexanizmlar o'zi bemalol turaveradi ochilganda. Buni o'lchami 85 ga 2 bo'ladi. 2 metr, ha? 85 ga 2 bo'ladi. Bu standartmi endi shunda? Asosan. Ha, standart razmer shu. Lekin bundan kattaroq ham qilib bersa bo'ladi. Kattarog'i, kichkinarog'i ba'zi talablarga bog'liq yasab beramiz. Buni narxini ham aytib o'tib ketamizmi yo? Buni narxi 700 ming so'm chiqadi. 700 ming so'm. 700 ming so'm chiqadi. Optim oladigan do'konlar bo'ladigan bo'lsa, kelishtirib beramiz. To'g'ri fikr. Hozir do'konlar ham aytgancha, do'kon, magazini bor akalar ham masalan mebel sohasida oldi sotdi qiladiganlar bo'lsa, taklif qilinaveradi. Taklif qilinaveradi. Bemalol taklif. O'zlarida taklif bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana shunaqa narsa menga kerak, qanchadan menga taklif qilib berasiz mana shu narsani deydigan bo'lsa ham, biz xudo xolasa hisob-kitob qilib, qanchadan biz taklif qilib berishimizni aytishimiz mumkin. Shunchadan chiqarib bera olamiz. Ha, ularga arzonroq tushsa, masalan, bog'lanib partalar nimaki mebel sohasida bo'lsa, ha, katta shu tadbirkor, magazini bor akalar ham bemalol aloqaga chiqsa bo'laveradi. Xudo xolasa, ulgib yetkazdirib beriladi, xudo xolasa. Tushunarli. Endi buni narxini aytmadik hali, lekin bu ham men zakaz deyadi asosan. Buni ham bir narxi naqasi yo'q-da. Narxi yo'q buni. Chunki endi bu nimada mashina 15-20 kun ichida xudo xolasa bo'lib ketadi. Bozorga qilmoqchimiz. Bunda bitta video qilamiz xudo xolasa. Mana bu partalar manaqa bo'lmaydi, boshqacha parta bo'ladi. Shkaflar, mana ularda ham boshqacha oddiylik bo'lmaydi-da. Umuman boshqacha bozorda yo'q tasvirlar. Yangi dizayn. Yangilik qilib qilamiz. 15-20 kun ichida hozir sherigimiz bilan, kanallarimiz bilan to'playapmiz dizaynlarni. Boshqacha xudo xolasa fasonlarda chiqadi. Uni ham hali olib, chiqaramiz xudo xolasa. Kuzatib borsanglar do'stlar, olib chiqaramiz. Bizni shu vaqtgacha mana shu necha minut 9-minutgacha ko'rganlarga rahmat. Barchalarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.